Bir qarashda sog'lom turmush tarzi haqida gapirish oddiydek tuyuladi. Bugungi tezkor hayotda ko'pchiligimiz vaqtni tejashga harakat qilamiz, ammo bu shoshqaloqlik ko'pincha ovqatlanish tartibimizda ham aks etadi. Nonushtani o'tkazib yuborish, vaqtig'iz pallada yo'l-yo'lakay taomlanish yoki kun davomida tez tayyor bo'ladigan mahsulotlarni tanlash odatiy holga aylangan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, noto'g'ri ovqatlanish nafaqat ortiqcha vazn, balki yurak-qon tomir kasalliklari, qandli diabet va boshqa ko'plab xastaliklar xavfini ham oshiradi. Sog'lom hayot aslida nimadan boshlanadi? To'g'ri ovqatlanish qoidalari qanchalik muhim va eng asosiysi, kundalik odatlarimiz sog'ligimizga qanday ta'sir qilmoqda? Muxbirimiz Jasmina Jamolova o'z dolzarbligini yo'qotmay kelayotgan mavzuga takror qo'l urdi. Ammo har doim uspet chiqmayman, ishlarim ko'pda o'zi meni. Ko'pincha och chiqib ketaman, ertalab zavtrak qilmasdan. Siz bugun nonushta qildingizmi? Agar javobingiz yo'q bo'lsa, tabriklaymiz. Reportajimiz qahramonisiz. Tadqiqotlarga ko'ra, nonushta kun davomida eng ko'p o'tkazib yuboriladigan asosiy ovqat hisoblanadi. Buning sababi esa biznikilarda oddiy, vaqt yetishmasligi. Nonushtaning o'tkazib yuborish inson tanasini 25% gacha o'limga olib boradi. Yurak-qon tomir kasalliklari, gormonal muammolar, semirish holatlari kuzatiladi. Aynan mana shu hammasi nonushta qilmaslikdan kelib chiqadi. Nosog'lom ovqatlanishning eng yomon tomoni energiyaning yo'qligi, kuni bo'yi charchoq hissi, holsizlik, siqilish va asabiylik. Tanamizda sodda uglevodlar ko'payib ketganligi hisobidan ham bu narsa bo'ladi. Bizning O'zbekiston sharoitida fast food hozir juda ham ommalashib ketgan. Buni asosiy sababi birinchidan arzon, ikkinchidan vaqtimizni ko'p olmaydi-da. Lekin aslida fast food agar surunkali ravishda iste'mol qilinadigan bo'lsa, biz hattoki genlarimizga ham zarar qilishi mumkin. Masalan, homilador ayol bo'ladigan bo'lsa, faqat fast food, gazli ichimlik bir nimalar yeb yuradigan bo'lsa, hali tug'ilmagan bolasida semizlikka moyillikni paydo qilib qo'yadi. Ko'pchilik aytishadiki, fast foodda go'shtlari bor, sabzavotlari bor, nimasi zarar uni deyshadi, lekin asosiy zararlari uni souslarida bo'ladi. Souslari o'zida yashirin kilokaloriya saqlaydi va undan tashqari fast foodlarda trans yog'lardan ko'p foydalaniladi. Trans yog' bu tanamizda yallig'lanishni keltirib chiqaradigan omil hisoblanadi. Maktab o'quvchilari, talabalar, ko'plab o'rta yoshlilarning kun tartibida nonushta qilish degan qism tushib qolgan. Negadir ertalabdan ishtaham bo'lmaydi deganlar ham ko'p oramizda. Bugun zavtrak qilmadim. Ovqat yemasam bilasiz, ishlagingiz kelmaydi odamning. Ovqat yeyish kerak-da, majburiy. Ba'zida shoshlayotgan vaqtim qilmasligim mumkin. Charchagan his qilaman, tez charchab qolaman. Organizmga belok berish kerak-da, chunki kun bo'yi quvvat kerak, ish katta ta'sir qiladi-da ishga. Nonushtani kun tartibiga kiritish uchun biz kechki ovqatni yengil ovqatlanib, uyqudan 4 soat oldin ovqatlanishni to'xtatsak, biz o'sha ertalabga kelib ishtahamiz paydo bo'lib uyg'onishni boshlaymiz. Hozirgi kunda O'zbekistonda statistika bo'yicha insonlarning o'limini 60 dan yuqorisi yurak-qon tomir kasalliklari bilan vafot etishyapti. Yurak-qon tomir kasalliklarining ham asosiy sababi bu nosog'lom turmush tarzi. Faqat kam suv ichishadi, nosog'lom ovqatlanishadi, uyquga yaxshi e'tibor berishmaydi va harakat hozirgi kunda kamayib ketganligi uchun ham hozirgi kunda o'limning yuqori foizini yurak-qon tomir kasalliklari egallab olgan. Xo'sh, siz bugun nonushta qildingizmi? Agar javobingiz yo'q bo'lsa, ana o'shanda sizga paket dori-darmonlar ham yordamga kela olmaydi. Bu kun Jasmina Jamol va Murodjon To'ramurodov, Toshkent.